Ağaylar, gapni ko'paytirib o'tiribmiz. Sizlar uchun ajoyib mahalladan, Tinch lokatsiyadan, ana shunday legendarniy ko'chadan, Olimpiyaskiy ko'chadan 69-maktabning yanganasidan yer maydoni 6 sotlik uyimizni obzor qilib beramiz. Dokumentda hech qanday muammosi yo'q. Uyda oxirigacha ko'ring videolarni. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib keting. Agar o'zingiz ham bitan bo'lsangiz, og'aylarga videoni yuborib qo'ying bir dagada. Mo'sh og'aylar sotib olishi mumkin. Ketdik, obzor ko'rsatamiz. Og'aylar, uyimizning kirishi shunday katta hol bo'ladi. Kirgandan birinchi xonamiz ulug' zal bo'ladi. Videoning minut sal ko'proq bo'lib ketishi mumkin. Uyimiz katta, aytarli darajada katta bo'lib ketgan, xonalari hamma xonasi ulug' bo'lib ketgan. Bu yerda kuxnyasi joylashgan. Aynasi ko'chaga qaragan, ajoyib. Bu uyimizda ikki dona kuxnya bor. Bu yoqda yana bir xonasi bor. Bu ham zal, qarasangiz spalniy. Shunday bir spalniy degan xonalarni ko'rsangiz zalday ulug' etib ishlangan. Endi burungi bo'lgandan keyin mana kirish hollari ham bir ulug' etib ishlangan. Bu yoqda yana bir spalniysi bor. Spalniyada gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni Xurram Sultondag'iday bir boshqacha neobishniy spalniyda ishlangan. To'rtta yana bir zalimiz bor. Bundan tashqari orqada bir foydalanmay turgan yana bir xonasi bor ekan, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning orqa ko'rinishini qarang. Bag'lari salo ishlangan, eriklari, olmalari, to'rtta tandirlargacha bor. Shipirlari LB shipirlardan ishlangan. Bu yerda ruskiy boynalar ishlangan, yanında kochovxonasi. Turimizda yozgi kuxnyasi, ikkinchi kuxnya orqa yoqda. Shuning yanında yana bir katta zali bor. To'rinda sirtqi hojatxonasi, shu yerda qanday qo'y qora, mol qora ishlayman desangiz, o'zingizning ixtiyoringizda. Orqa yoqdagi videoni gap bo'lishi mumkin emas. Og'aylar, uyimiz bilan ko'rib tanishdilar. Endi eng qiziq yeri, zo'r yeri. Lokatsiyani tushundinglar? Lokatsiya burungi Olimpiyaskiy ko'cha 69-maktabning yanganasida. Bahasi 80 ming dollar aytilyapti. Qatib qolgan yer emas. Kelishib, savdolashib, faollashib, tartishib olaverasizlar. Bemalol yer maydoni olib o'tdik. Dokumentda umuman muammosi yo'q. Kelib ko'rishaqlarda ko'rsatib beramiz. Haysan spesga nomer yozib qoldiramiz. Telefon etsanglar ham bo'ladi, qiziqqanlar bo'lsa. Dokumentda umuman muammosi yo'q. Pryamo tizib o'tib ketadi. Hammaga ana shunday uylar nasib etsin deb qolamiz. Sizlar bilan men Ixtiyor Mitjonovich.